Hurmatli fuqarolar, hurmatli tadbirkorlar, men Aerobank yangi bozor filiali boshqaruv o'rinbosari Yusuf Kazbekman. Hurmatli Prezidentimiz mahalla bo'yicha tizim bo'yicha har oyda mahalla yurib, tadbirkorlar bilan, fuqarolar bilan suhbat o'tkazib, uchrashuv o'tkazish topshirig'i berilgan. Shundan bugun mana sizlar bilan Paxlon Mahmud mahallasiga navbatga o'tkazishimiz qo'rqitmiz, undan sog'liqmi. Bizlar shu Aerobankka 9 mahalla kiritilgan. 9 mahallada 3 tane mahalla bankiri bor. 9 tane mahalla bank nesi var, agenti var. Bularning vazifalari aholini kredit berish evaziga ishsizlikdan chiqarish, ya'ni soliqni aylantirish. Har bir o'zining mahallasi, har bir mahalla bankiri agenti o'zining mahallasiga javob beradi. Bizlarda shu Kredit mahsulotlarimiz var, ular bilan qisqacha tanishtirib o'tyapman. Bu kredit mahsulotlarimiz Prezidentimizning 312 sonli qarori bor. 312 sonli qarorga asosan 5 yil 7 yil muddatga 20% 100 million so'mgacha zalogsiz beramiz. Garov bilan 300 million so'mgacha beramiz. Hech masalasi yo'q. Bu bo'yicha bemalol murojaat qilasizlar bankimizga. Ikkinchi mahsulotimiz mahalla loyihasi krediti var. Mahalla loyihasi krediti bu 5 yil muddatga 2 yil imtiyozlarga 50 million so'mgacha beramiz. Ishsiz fuqarolar. Ya'ni o'zini band qilsa, shuni beramiz. Hech masalasi yo'q. Keyingi mahsulotimiz bu 17 million so'mlik biznesga birinchi qadam krediti. Bu kreditimiz 17 million so'mgacha 5 yil muddatga 2 yil imtiyozlardan 5 masalasi bilan berib turibmiz. Bundan tashqari bizlar shu chakana kredit mahsulotlarimiz bor. Chakana kredit mahsulotlarimiz avtokredit, ipoteka kredit. Bundan tashqari yana onlayn imtiyozlarimiz bor. Davlat xodimlariga ishlaymanlarda. Bemalol bundan berib turibmiz. Hech masalasi yo'q. Agar mablag'larimizda ishchidan xodim bozor bo'lsa, davlat mijozida bemalol beramiz. Lekin 30% dan yuqori bo'ladi. Avval 25% mahallalar kreditlarimiz. Bunda shu qisqacha tanishtirgan shu edi sizlarni bizdan bir qiziqtirgan savollarimiz bo'lsa, ya bir mahalla agentlarimizdan, ya bankirlarimizdan bir ishlarimiz bo'lsa, ishlarimiz bo'lsa, bemalol savol bersangiz harakat qilamiz, xudo xohlasa ishlarni bitirishga. Kimda bir savol bor, qiziqtirgan, ya bir ishi bitmay turgan Aerobankga? Hammasi kutganga qaraganda yaxshiroq tez bitib turibdi, mana shu ko'rinadi. Yok, Mesela yok mu abi? Kafamın aktarmasında. Hammasi joyida. Kimde savol var yani? Var mı başka? Yok mu hiç kimde? Hadi katta rahmetim benim.